Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Navbatdagi video darsimizda biz siz bilan funksiyalarning parametrlari mavzusiga to'xtalamiz. Funksiyalar o'zlari biror vazifani bajarib bo'lgach, qiymat qaytarishdan tashqari, o'sha qiymatlarni qabul qilishlari ham mumkin va bu qabul qiladigan qiymatlar parametrlar deb ataladi. Bu funksiyaga murojaat qilinayotgan joyda esa bu yozilayotgan ma'lumotlar argumentlar deb ham ataladi. Biz funksiyalarning parametrlari bilan bundan avval ham bir necha bor duch kelganmiz. Keling, ba'zi misollarni ko'rib o'tamiz. Konsollog qausida bu parametr. Mana shu yozgan yozuvimizda konsollog funksiyasiga qaus ichida bu parametr degan matn parametr sifatida berildi. Yoki bo'lmasa undan tashqari yana shu konsollogni ichiga mayli, buni ichiga alohida nima qilayotmaylik. Google nuqta replace qaus ichida matn go virgul matn mo. Hop, bu yerda biz replace funksiyasiga ikkita argument berdik. Replace degani almashtirish, ya'ni go ni o'rniga mo qo'ygin dedik. Agar buni natijasi nima bo'lishi sizga qiziq bo'lsa, Google bo'ladi. Hop, yana birorta aytaylik, Otabek nuqta slice qaus ichida 1 3. Buning natijasi, bu yerda biz nima buyruq berdik? Slice funksiyasiga argument sifatida 1 3 qiymatlarini berdik. Ya'ni Otabekning birinchisidan 3-chisigacha birinchi kiradi, 3-chi kirmaydi. Demak, 0 bu kirmaydi, 1 2. Mana shu natijamiz, demak, ta bo'lar ekan. Keling, endi bugungi darsimizda biz o'zimiz biror ma'lumotni qabul qilib, u bilan qandaydir vazifani bajaradigan funksiya yaratishni ko'rib chiqaylik. Aytaylik, biz shunday bir funksiya yaratmoqchimizki, unga kirishga qandaydir matn, ya'ni satrli ma'lumot kelib kiradi. U funksiyamiz esa o'sha biz bergan satrning oxirgi belgisini, oxirgi harfini, belgisini chiqarib qaytarib ko'rsatishi kerak. Xo'p, bu funksiyani biz siz bilan funksiyalarni yaratish, funksiyalarni tavsiflash turlari haqida gaplashganimizda 4 xil usulni ko'rib chiqqan edik. Hozir o'zimga qulayroq bo'lgan, tushunishga osonroq bo'ladigan bir ko'rinishdan foydalanib shu funksiyani tuzamiz. Const get last char, ya'ni oxirgi belgini qaytarish, olish. Xo'p, endi qausning ichiga biror argument, parametrni yozamiz va bu hozir esingizda bo'lsa arrow ko'rinishidagi, ya'ni strelka bilan tavsiflanadigan funksiyamiz. Figurali qaus ichida endi bu yerda nima vazifa bajarmoqchi ekanligimizni komment tarzida yozib qo'yaylik. Oxirgi belgi indeksini satr uzunligi ayrilgan 1. Mana shuni qo'yaylik. Xo'sh, tarzida hisoblaymiz. Ya'ni oxirgi belgi bizga nechinchi indeksda ekanligini bilsak, o'shani chiqarishni buyurishimiz mumkin. Buni esa biz butun satrning uzunligini aniqlash, length xususiyatini bilamiz. O'shandan birini ayiramiz. Chunki 0 dan boshlanganligi sababli oxirgisining indeksini shu tarzda aniqlab olishimiz mumkin. Xo'p, endi buni amalga oshiraylik. Return, ya'ni qaytarilsin. Text to'rtburchak qaus ichida text nuqta length
index.length ayrilgan 1. Keling endi bu yozgan yozuvlarimizni bir tahlil qilib chiqaylik. Get last char funksiyasini yaratdik. Unga text parametrini yubordik. Va shu text deb nomlangan parametrimizni endi return yordamida qaytariladigan ifodada qo'llayapmiz. Dastlab textning length uzunligidan birni ayirib nechta belgi ekanligini aniqladik va undan birni ayirib oxirgisini indeksini aniqladik. Natijada text to'rtburchak qavs ichida oxirgi belgining indeksi hosil bo'ladi. Agar buni yaxshiroq tushuntirmoqchi bo'lsak, mana bu yerda biz str deb yozishimiz ham mumkin. Demak, funksiyaning tarkibida ham biz xuddi shuni str deb murojaat qilishimiz kerak. Endi bu funksiyamizni ishlatib ko'rish uchun xo'sh, result albatta let result teng shu get last funksiyamizni chaqiramiz va unga biror qiymat beraylik. Endi shu resultni chiqarishni buyuramiz. Console log result. Ishlatib ko'ramiz. Mana m chiqdi. Ya'ni endi to'liq dasturimiz tayyor bo'ldi. Tahlil qilaylik. Funksiyamiz get last char. Demak, let result o'zgaruvchisini yaratdik va unga get last char ga assalomu alaykum argumentini yubordik. Shuni natijasini resultga o'zlashtiryapmiz. Endi funksiyamiz assalomu alaykumni str o'zgaruvchisiga qabul qiladi. Mana bu yerga qo'yadi. Str ning lengthini hisoblaydi. Bu nechta ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 16 ta. Demak, 16 undan birini ayriladi 15. Demak, str ning 15-chisi qaytishi return yordamida amalga oshiriladi. Va o'sha resultga demak oxir qaytib kelgan m harfi beriladi va oxirgi qatorimiz bu natijasini chiqardi. Boshqa qiymat berib ko'rishimiz ham mumkin. Boshqa qiymat ishlatib ko'ramiz. Mana t hosil bo'ldi. Xo'p, xuddi shunday yana bir boshqa funksiya. Ya'ni bu yerda hozir bitta argumentli funksiya haqida gaplashgan bo'lsak, ikkita funksiyali argumentni ham yaratib ko'raylik. Const average ingliz tilidan xabari borlar buni bilsangiz kerak, o'rtacha qiymat degan ma'noni anglatadi. Va bunga return nima qilishni xohlaymiz? A qo'shilgan b ning yarmini qaytarishni xohlaymiz xolos. Endi console log nimani chiqarmoqchimiz? Average funksiyamizga 3 va 8 ni yubordik. Ishlatib ko'ramiz. 3 va 8 yig'indisi 11 bo'ladi. 2 ga bo'lganimizda 5,5. Mana natija hosil bo'ldi. Demak, dasturning xohlagan joyidan biz bu funksiyamizga turli qiymatlarni yuborib, natijani hosil qilishimiz mumkin. Jarayonni tushuntiradigan bo'lsak, average funksiyasiga 13 va 38 keldi. 13 va 38 a bilan b ga mos tarzda joylashdi. A bilan b yig'indisi hisoblanib 2 ga bo'lindi va return funksiyasi return so'zi yordamida qayerdan shu funksiyaga murojaat kelgan bo'lsa, o'sha joyga qaytarib yuborildi. Demak, mana bu 3 bilan 8 dan murojaat kelganda xuddi shu joyda buni o'rniga 5,5 qaytib boradi. 13 va 38 dan murojaat kelgan joyga esa 25,5 bu sonlarning yig'indisini yarmi qaytib boradi. Xuddi mana shunday tarzda biz 3 ta, 4 ta va hokazo istalgancha argumentlarga ega bo'lgan funksiyalarni yaratishimiz va dasturimizni yanada tushunarliroq qilishimiz mumkin. Shuning bilan bu darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.